O, mash zagas berili, ishoning dahshat baliq mashi. Mana bundoq bo'ladi, qasr qusur, mazza qilib yeysiz. Karas balig'imi bu? Bilmayman nima baliq. Mana marinka kichkinasi. Mana bunisini bilmayman. Bo'ldi, zakaz beramiz o'zimiz. Davay. Xullas, akalar Sharopat Kitchen degan opamiz Instagramda umuman ijtimoiy tarmoqda baliq sotadilar. Joylari Toshkentda emas, lekin Ko'ksaroymi? Ko'ksaroyda Nazarbaydan o'tgandan keyinmi? Toshkentga Yandexdan chiqarib yuboradilar. Yandex qimmat bo'lar ekan, lekin tan olish kerak. Nech pulga yotib, bizga 30 mingga kelyapti adashmasam. Qasr qusur degan baliqlari 85 ming ekan 1 kilosi, adashmasam karas bu balig'i turining oti. Dengiz balig'i 180 ming, bir porsiyasi 65 ming so'm ekan. Menimcha bu balig'i turi marinka. Marinka daryoda bo'ladi. Shakil yo dengizda ham bo'ladi. Yo anu xamsi degan baliqmi? Xullas, balig'i otini keyin Googledan qarab aytaveraman. Yarim soatda yetib kelgan bo'lsa ham hali ham issiq ekan. Sovuq qolmasidan kapot bazmni boshlab yubordik. Menga ikkala baliq ham yoqdi, lekin Shoq akamga mana kichkina baliq yoqmadi. Qanaqadir hidi bor deydilar, lekin men sezmadim. Xullas, akalar, meni nazarimda ikkala baliq ham narxiga arziydi. Yana bilmadim. Endi hammaning sharoiti har xil. Bo'pti akalar, joninglar sog' bo'lsin. Xudo hammamizning ishimizdan rivojini beraversin. Tan olish kerak, baliqga gap bo'lishi mumkin emas. Faqat shu dastlabkasini inobatga olmaganda hamma narsasi idealni. Zo'r.